Tomosha qiling. Afrikadan keltirilgan yolong'och Sardor Gangster nomli makaka maymunimiz sirkimizda ishtirok etadi. Videoga like, podpiska, repost bosib, do'stlaringga ham yuboringlar, bu sirkdan bexabar qolib ketmasin. Ko'pchiliklar Sardor tarafini olib yozayotgan erkaklar. Sardor tarafini olishlaringdan maqsad Sardorni mana shu qilayotgan ishlari, mana shunaqa yurishlari sizlarda onalaringga, singillaringga, opalaringga, ayollaringga mana shunaqa yolong'och yurishi yo'qsa kerak. Ayollar ham xuddi shunday. Ayollarga ham mana shunaqa yolong'och yurishi yo'qsa kerak. O'shaning uchun Sardor otamiz, Sardor erim deb tarafini olib ko'pchiliklar negativ yozadi menga. Buni bunday qilishini qaranglarda bir. Ko'pchiliklar aytadi, Sardor bir odam o'ldirgani yo'q, bir o'g'rilik qilib qochib ketgani yo'q, bunga unaqa bir nima deydi, jazo berish kerak emas deb. Bu qilgan ishidan ko'ra o'g'rilik qilgani yaxshi. O'g'rilik qilsa bitta o'zi ketadi. Bu qilayotgan ishi butun bir davlatni, millatni, butun erkaklarni chestini oyoq osti qiladigan ish bu. Bu yaxshi ish emas bu. Bu sharmandalik. Ko'pchiliklar menga negativ yozadi shuni tarafini. Shuni tarafini olyapsizlarmi? Shuni izidan ketyapsizlarmi? Shuni izdoshimisilar? Mana shu videoni aytib bo'lmaydi. Opalaring ko'rishi mumkin, singillaring, ayollaring ko'rishi mumkin. Uyalmaysizlarmi shuni tarafini olishga? Endi ham shu Sardor yaxshimi sizlarga? Men dakansa buni videolarini chiqaraveraman. Sababi meni so'kdi. So'kkanligi uchun men buni videosini chiqaraman. Men buni qaytarib so'kmayman. Men buni tupikka tiqaman. Обязательно videoga like, podpiska, repost bosib tarqatinglar. Hamma ko'rsin, bilsin.